Salsabil xayriya jamg'armasi Pokiston va Eron davlatlaridan chiqarilib qaytib kelgach, Jauzjon viloyatida yashashga boshlagan 300 qaytib kelgan oilalarga viloyatdagi muhojirlar va qaytganlar ishlari boshqarmasi hamkorligida oziq-ovqat yordam to'plamlari tarqatdi. Xayriya jamg'arma mas'ullarining so'zlariga ko'ra, ushbu oilalar aniq va puxta o'tkazilgan so'rov asosida aniqlanib, yordam olish uchun tanlab olingan. 40 سال 45 سال از اثر انقلاب مهاجر شده رفتن. Bu inqiloblar sabab 40-50-45 yildan buyon muhojir bo'lgan edilar. O'ltirishga uy va joylari yo'q. Binoan har bir kishi mas'uldir o'z kuch-quvvati yarasha va qo'lida bor imkoniyatdan ularga diriq etmasin. همکاری خود در برابر اینها خب از در هر زمینه باید دیگه ما خب اعلان بکنیم. خود رئیس بنیاد سلسبیل از کشور ترکیه آمده است و برای مهاجرین برادرای ما شما که آماده است Salsabil jamg'armasi Turkiya o'lkasidan kelgan bir buju un va yog' muhojir inoqalarimizga yordam qiladi. بنیاد سلسبیل که اینقدر همکاری همراه برادرای ما شما میکنه که او خیلی تکلیف دیده است، رنج دیده است 40 سال. Boshqa tomondan yordam olgan oilalar bu yordam uchun minnatdorlik bildirib, bunday ezgu dasturlar kelgusida ham davom ettirilishini so'rdilar. Bunyod xayriya salsabil shundan bizga ko'mak bo'ldi. Mana shu ko'mak yana ham dovora shuni ijro qilsalar, takror qilsalar bizlar xush bo'ladi inshaalloh. Shukr xush bo'ldi. Mana shu bunyod bizlarga ko'mak qildi. G'arib odam dar mana bir yoqi qish zimiston mana shu bachalar yana oyanda qo'shiq qilamiz, tujorlar bizlarga ko'mak qilsa. Ma'lum qilinishicha, yordam tarqatish marosimida bir qator amirlik idoralari vakillari va Salsabil xayriya jamg'armasining vakillari qatnashishdilar.